Assalomu alaykum. Bu video davomida men sizlarga chatbot yordamida telefonda o'zida Reels'larga chatbot ulab, Reels'larda kommentariyasida kimdir kalit so'z yozsa, mana shu kalit so'zga avtomatik tarzda ma'lumot yuborishni men sizlarga ko'rsatmoqchiman. Buning uchun biz chatbotga kiramiz. Chatbotga kirganimizdan keyin chap tomondagi menyuni bosamizda va ikkinchisiga tushamiz. Eslatib o'taman, bularning hammasi hozirgi paytda chatbotda telefon yordamida qilish yangi funksiyasi yordamida qilinyapti. Biz mana avtomatizatsiyaga kirganimizdan keyin birinchisini ko'radigan bo'lsak, opsiyani chatbot na kod va slovani bosamiz. Bunda biz telefon yordamida davom etishimiz mumkin, telefon yordamida bemalol chatbotlarni yasashimiz mumkin. Endi marta mendan so'rayapti, oldin men chatbot yasaganimga eskisini davom ettirishni xohlaysanmi deyapti. Yo'q, men yangisini xohlayman, yangi boshqatdan qilmoqchiman. Buni tanlaganimdan keyin mana bizda hozir nastroykalarimiz chiqadi. Birgalikda bularda qayerga nimani tanlash kerak, qayerga nima yozish kerak, shularni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda biz tanlaydigan narsamiz akkaunt tanlashimiz kerak. Misol uchun mana shaxlovni akkaunt tanladik. Ikkinchisi проверить подписку. Kimdir bizga kalit so'z yozgandan keyin ularga ma'lumot yuborishdan oldin ular bizga obuna bo'lganmi yo'qmi, tekshiraylikmi yo'qmi? Shuni bizdan so'rayapti. Biz tekshirishni xohlaymiz, chunki shu orqali biz obunachilarimizni bir necha bor ko'paytirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, keyingi nastroykani ko'radigan bo'lsak, biz сообщение direct va kommentariyani tanlab o'tamiz. Bu yerda agar bizni kalit so'zimizni direktimizga yozsa ham va reelsimizni kommentariyasiga yozsa ham javob keladigan avtomatik tarzda ma'lumot yuboriladigan qilib tanlab qo'yamiz. Va pastdagi menyulardan ikkinchisini tanlaymiz va kalit so'zimizni kiritamiz. Misol uchun men chat deb kiritaman. Chat deb yozib va endi men kirilcha harfda ruschasini ham kiritib o'taman. Chunki ayrim odamlar lotincha harfda yozadi, ayrim odamlar kirilcha harfda yozadi. Endi yana bir holatlar bo'lishi mumkin, xato bilan ham yozilishi mumkin. Shuning uchun men hozir yana bir xato bilan yoziladigan holatlardan biri, misol uchun chatga ikkita a qo'shib qo'yishlari mumkin. Shuning uchun shu holatda ham men kiritib o'tdim. Demak, sizlar ham kalit so'z kiritayotganingizda qanday xatolar bilan yozishlari mumkin odamlar shu xatolar bilan ham yozib kiritib qo'yishinglar bo'ladi. Chunki shunaqa xato yozilgan taqdirda ham avtomatik tarzda chatbot ishlab ularga ma'lumot yuboradi. Hozirgi paytda biz shunaqa qilib kiritdik. Endi biz kiritganimizdan keyin dalini bosamiz. Bosganimizdan keyin biz ikkinchi qadamga yetib keldik. Ikkinchi qadamda biz nimalar qilamiz? Mana aytyapti, birinchi mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, bu tekstni bemalol o'zgartirsak bo'ladi. Bu tekstimiz nima uchun bizga kerak? Birinchi, agar bizga kimdir kalit so'zni yozadigan bo'lsa, chat degan kalit so'zni yozadigan bo'lsa, birinchi xabar yuboriladigan xabar qanaqa bo'lishi kerak? Nima deb yozilishi kerak? Mana shuni yozing deyapti. Men uni oldindan tayyorlab qo'yganman. Demak, men buni oldindan tayyorlab qo'yganman. Shuning uchun shuni olaman-da. Misol uchun men xohlaymanki, shu xabarni birinchi xabar sifatida yuborishini men stavить qilaman. Bitta nima deyapman? Assalomu alaykum deyapman. Sizga chatbot silkasi va chatbotdan Instagramga ulash bo'yicha mini kursni yuboraymi deyapman. Shunaqa mavzuda, shunaqa tekst yuborishni men xohlayapman birinchi. Endi pastdagi yana o'zgartiradigan narsamiz bor. Bu yerda biz knopkaga nom beramiz. Misol uchun, mana bizni xabarimizni yuborgandan keyin, mana sizga chatbot silkasini yuboraymi degandan keyin biz shunaqa knopka qo'yishimiz mumkin, ular bosishlari mumkin. Ha, yuboring degan misol uchun knopkaga nom berishimiz mumkin. Shunda nima bo'ladi? Biz ma'lumotimizni o'qigandan keyin, bu tekst o'qigandan keyin pastdagi knopkani ha yuboring deb nomlangan knopkani bosishgandan keyin ularga keyingi qadamlar yuboriladi. Endi keyingi qadam nima bo'ladi? Agar men yozib qo'yibdi, agar ular podpiska sizga bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lmagan bo'lsa, qanaqa xabar yuboraylik deyapti. Ya'ni menga obuna bo'ling birinchi, keyin sizga yuboraman degan xabarni bu yerda biz yuborishimiz mumkin. Buni ham men oldindan tayyorlab qo'yganman. Men buni tanlaydigan bo'lsam, bu xabarni tanlaydigan bo'lsam va mana bu yerga buni qo'yaman. Mana chatbot silkasini va mana bu yerda ozgina xato ketibdi. Hozir buni to'g'rilaymiz. Chatbot silkasini va mini kursni olish uchun menga obuna bo'lishingiz kerak. Obuna bo'lib, keyin obuna bo'ldim tugmasini bosing. Shu yerda mana biz aytyapmiz, birinchi obuna bo'ling, keyin obuna bo'ldim tugmasini bosing deyapmiz. Bu xabarga mana bu yerga moslab biz endi tugmani nomlab qo'yishimiz kerak, ya'ni obuna bo'ldim deb nom berishimiz kerak bu demak tugmamizga. Buni hozir sizlarga yana bir bor to'ldirib bo'lganimizdan keyin yana bir bor ko'rib chiqqanimizda ko'rsataman. Keyin mana aytyapti, после подписки qanaqa nima bo'lsin deyapti. Agar sizga obuna bo'lgandan keyin ularga qanaqa ma'lumot yuboraylik deyapti. Obuna bo'lishgandan keyin yoki bizga obuna bo'lganlar yozgandan keyin biz xohlaymiz primoy ularga biz va'da qilgan narsalarni yuborishni. Misol uchun, men buni ham tekstini oldin tayyorlab qo'yganman. Buni olaman-da, kopировать qilib mana bu yerga qo'yishim mumkin. Tak qo'yadigan bo'lsak, bitta men nima deyapman? Chatbot silkasini bu yerdan xato ketibdi.
chatbot silkasini va uni Instagramga ulash bo'yicha menu kursni olish uchun demak pastdagi tugmani bosing deyapman. Uni olish uchun ular pastdagi tugmani bosishlari mumkin bo'ladi. Misol uchun shu yerga bosing deb nomlab qo'yishim mumkin bu tugmani. Sizlar xohlagancha nom berishinglar mumkin. Endi bu tugmani bosgandan keyin qaysi joyga olib boraylik, qaysi saytga biz olib boraylik. Misol uchun mani кейsimda, bizning кейsimizda biz nima beryapmiz? Biz chatbotni, chatplace'da silkasini bermoqchimiz va mini kursda silkasini bermoqchimiz, to'g'rimi? Shu yerga biz mini kursda silkasini yozamiz. Hozirgi paytda men hozircha bu chatplace'ni qoldirib turaman, keyin buni bemalol o'zgartirib qo'yishim mumkin bo'ladi. Biz chatplace'ga odamlarni yubormoqchimiz, shuning uchun chatplace'da o'zini shunday qoldiramiz. Endi boshidan yana bir ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bu yerdan ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi nima bo'lyapti? Birinchi bizga agar kalit so'z yozadigan bo'lsa, biz aytyapmizki, assalomu alaykum, chatbot silkasini sizga yuborishni xohlaysizmi deyapmiz. Biz ha, yuboring degan tugmani bosishsa, tugma ham qo'yapmiz. Keyin biz ularda podpiska bo'lganmi, bizga yo'qmi, shuni tekshiryapmiz. Agar ular bizga podpiska bo'lmagan bo'lsa, ularga mana bu xabar yuboriladi. Birinchi menga obuna bo'ling, keyin obuna bo'lib, obuna bo'ldim tugmasini bossangiz, sizga yuborib qo'yaman deyapmiz. Va bu yerda biz tugmani qo'yapmiz. Keyin agar bizga obuna bo'lgan bo'lsa yoki obuna bo'lgandan keyin qanaqa xabarni biz yuborishlarini xohlaymiz. Chatbot. Biz aytyapmizki, chatbot silkasini va Instagramda ulash bo'yicha mini kursni olish uchun pastdagi tugmani bosing deb bu yerga biz silka qo'yib qo'yapmiz. Demak, endi biz dalay deb davom etadigan bo'lsak, 3-oxirgi qadamga yetib kelamiz. Mana bu yerda biz aytyaptiki, avto-ответы на комментарий turibdi. Agar biz buni belgilaydigan bo'lsak, agar bizning kommentariyamizga kimdir kalit so'z yozsa, mana shu kalit so'zga kommentariyani o'zida javob beraylikmi? Misol uchun biz kiritib qo'yishimiz mumkin. Bu yerda ham endi o'zimiz xohlaganimizcha kiritib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun direktingizga yuborib qo'ydim deb, direktingizga yuborib qo'ydim. Noto'g'ri yozilibdi. Yuborib qo'ydim deb biz bemalol yozib qo'yishimiz mumkin. Bularda 3 ta variant turadigan bo'lsa, 3 ta variantda har xil siz tekst kiritsangiz bo'ladi. Men misol uchun hammasiga bir xilda kiritib qo'yishim mumkin. Va agar meni kommentariyamga kimdir so'z yozsa, chat deb kimdir yozsa, ularda kommentariyasiga javob boradi. Direktingizga yuborib qo'ydim deydi. Direktingizni tekshiring deb yozib qo'yishingiz mumkin. Va ular direktni tekshirgandan keyin ularga ma'lumot borganini ko'rishadi. Demak, biz buni belgiladik. Endi mana напомнить перейти на ссылку degan 10 minutdan keyin biz yana qanaqadir qo'shimcha ma'lumot ularga yuboraylikmi? Agar biz yuborganimizdan keyin 10 minutdan keyin ular 10 minut ichida ko'rishmagan bo'lsa, biz ularga eslatuvchi xabar yuborishimiz mumkin. Misol uchun 10 minut oldin, misol uchun men sizga ma'lumot yuborgandim. Tekshirib ko'ring misol uchun. Mana, tekshirib ko'ring deb bemalol bu yerga xohlagan ma'lumotimizni biz yozishimiz mumkin. Demak, endi biz mana hamma ma'lumotlarni kiritganimizdan keyin, hamma nastroykalarni to'g'rilaganimizdan keyin biz sozdать tugmasini bosamiz. Buni bosadigan bo'lsak, mana hozir bizda aytyaptiki, mana qadamlarni hozir biz ko'radigan bo'lsak, avtomatizatsiyaga kiradigan bo'lsak, mana tugmasini bosamiz va mana bu yerda biz ko'rishimiz mumkin. Tepada mana ko'ryapsizlar, birinchisida turibdi 00 hozircha turibdi, chunki bu endi yaratildi. Va bu yashil tugma turibdi yoki mana yashil yoniq turganidan biz ko'rishimiz mumkinki, bizni bu demak chatbotimiz reelsimizga, kommentariyamizga, hamma reelsimizga ulandi. Va agar kimdir bizga chatbot deb yozadigan bo'lsak, mana bu yerda klientlar soni nechta odamga yuborilgani ko'rsatiladi va foizlarni ham bemalol ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Agar biz buni o'zgartirmoqchi bo'lsak, mana bu yerda nastroykaga kirib, o'zimizga kerakli joylarni o'zgartirishib, nomini ham o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Agar o'chirib qo'ymoqchi bo'lsak, mana bu yerda o'chirib qo'yishimiz mumkin va o'zimizga kerakli paytda bemalol yoqib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Demak, shu tariqa biz telefonimizni o'zida chatplace'dan chiqqan yangi funksiyadan foydalanib, bu faqat hozirgi paytda chatplace'da chiqqan yangi funksiya, telefonda o'zida osonlikcha 1 daqiqada chatbotni Instagramimizga, reelsimizga ulab, obunachilarimizni ko'paytirishimiz mumkin bo'ladi. Umid qilaman sizlarga bu manfaatli bo'ldi, foydali bo'ldi va sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.